yo'lida yorishgay g'am to'la bu didalar shuning yo'lida yorishgay g'am to'la bu didalar derdi yo'qlar ko'rsa ham kim qalbimni dur tutdalar shuyu odob xulqi barchali qalbish asir tahsana aytmish senga 100 minglab qadar volidalar tahsana aytmish senga 100 minglab qadar volidalar Kınaylıdan güzel renk hamda şiirinden şirin Kınaylıdan güzel renk hamda şiirinden şirin Canalar lütfi velikin can ata'ul hamdeler Canalar lütfi velikin can ata'ul hamdeler Bu cihan aynasıyla bir körüş işkı bile Bu cihan aynasıyla bir körüş işkı bile Nişe hüsnü, nişe farhat Ayna aldılar Nişe hüsnü, nişe farhat Ayna aldılar Canım topmayıp vardım Samarkand Xorazm Xorazmdan topmayıp qaytdim Buxoro Toshkent
Belgelirler bedava aşık sana yol kaydadır. Belgelirler bedava aşık sana yol kaydadır. Belgelirler bedava aşık sana yol kaydadır. Neçe Ferhat tağı taşta kança Mecnun çömeler. Kança Ferhat tağı taşta kança Mecnun çömeler. İlk aşıklık yüreğinden kaytmasam ahirkini aşina bulgayki albat muazzam mavludalar. Aşina bulgayki albat muazzam mavludalar. Şunu yolda yarışgay zamfuna budidalar. Vasfı izlep keşa gündüz tanrı canım kıyılar. Vasfı izlep keşa gündüz tanrı canım kıyılar. Buldi Anbara Şam yaydı ya Zülfü. Buldi Anbara Şam yaydı ya Zülfü. Silkindi kul rayhan yaki nigar Zülfü. Uytfihin köşni mahvetti esfüşni. Yağmış kalan lemehman yağmış var Zülfü. Yağmış bana mehman yağmış kibar Zülfü. Arkayda iki saya aylar kaldı şimaya. Arkayda 40 saya aylar kaldı şimaya.
birga kezish daboston bo'yingda bor zulfi birga kezish daboston bo'yingda bor zulfi حلقة حلقة زالجر دفئ جنون يتحدي صبر دريد عارمة ليلي زام سلفي حلقة زالجر دفئ جنون يتحدي صابر دريه ذا أرمان ليلي زار زلفي صابر دريه أرمان ويجبان زلفي ليلي زار زلفي ليلي زار زلفي يا مشكبار زلفي Yana yana kül bo'larman kelmasang yonimga kulmagil kul bo'ldi deb rahm aylagil jonimga Yar yar etkil manzilimni şülayim bedar ile Yoksa yarım tanıtır bulgay bu aşyanım ya
Arzuyum armağanlar kervan sarsaldır bugün. Sen ahır sarvan sar bak kalbi kervanım ya. Manzilimni şöyleyidar ile Yoksa yarım Karatın bulgay Boş yanımda Bir sır vardır bilmezsen Ula mekan içinde Yalnız Allah ilgisi İki cihan içinde Tıfrak yedin, layık oldun Taze huldan içinde Tıfrak yedin, layık oldun Taze huldan içinde Adam değil Uluglandın Hürü ılman içinde Adam idi Adam idi Adam idi Adam hal İki cihan içinde Dengiz bulup bakarsan Kainatın üstüne Çeşme bulup akarsan Kainatın üstüne Yerden uçup ey insan Çıktı aynı üstüne Vefa kılmaz bu dünya Sevgel yarı dostiye Aklın yetmez dünyanın Bunca baland pastiye
Düştü anam qarniga urug' suv ham jon bo'lib so'ngra tushdi dunyoga qiz bo'lib o'g'lon bo'lib keng dunyoda kezarsam faqir yo sulton bo'lib matoh to'plab to'ymassan giryonu hamdon bo'lib so'ng dunyodan ketarsan qartayib mehmon bo'lib so'ng tuproqqa qo'shilding suyib tushgan don bo'lib qiyomatda tirilgach qaytadan inson bo'lib qiyomatda tirilgach qaytadan inson bo'lib ne qilganing ayırarsan hoş tegir bağ içinde adam edin adam edin adam edin adam kal iki cihan içinde aziz mehmonlar, Allah razı olsun. Mana Otabek ukamizni farzandlarini sunnat to'ylari, aqiqa to'ylari munosabati bilan yozilgan xayr-ehson dasturxonlarida hozir bo'lib turibmiz. Juda bir chiroyli izdihom bo'libdi. Alloh rozi bo'lsin. Uzoq viloyatlardan, Samarqand viloyatidan kelgan mehmonlarning qadamlariga hammalarini, Namangan viloyatidan, Toshkentdan, Bo'ka tumanidan kelgan mehmonlarni qadamlariga hasanatlar bo'lsin. Hamma mehmonlarimizni mana hurmat qilib, bizlarni hurmat qilib, mana Otabek ukamiz mehnat qilib daromad topib, shu el xalqni bir duosini olaman degan niyatda shu bizlarni hurmat qilib xalqimizni duolaridan, barakotli duolaridan bahramand bo'laman degan niyatda va o'tgan ota bobolarini, ona momolarini, avlod ajdodlarini, ruhoniyatlarini shod qilaman degan maqsadda yaxshi niyatda shu izdihomni tashkil qilgan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin. Otabek ukamiz ham singlimiz bilan mana qizimiz bilan qo'sha qarib mana Nabijon akamni farzandlari nihoyatda bir chiroyli oilalardan bo'lib jamiyatimizda, mahallamizda istiqomat qilib kelyaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlari ham o'zlari misolida ota-onani duosini oladigan, mana shunday bir rahmatlar oladigan, olqishlar oladigan farzandlardan bo'lishligini Alloh nasib etsin. Alloh taborak va taolo siz bizlarni bu olamda yaratib, muhtaram jamoat aziz va mukarram qilib, siz bizlarni ko'p ne'matlar bilan siylab, eng ulug' ne'mat bo'lmish islom ne'matidan, iymon ne'matidan bahramand qilib qo'yganligi eng ulug' ne'matdir muhtaram jamoat. Bizlarga
hech qanday ne'mat berilmasa, faqat o'zini vahdoniyatini, Alloh taborak va taolo o'zini yakkayu yagonaligini tanitib qo'yganligi uchun sajda qilmoqligimiz lozim ekan, vojib ekan. Ko'ryapsizmi? Bizga agar qo'l ne'mati, ko'rish va hokazo jasadimizdagi ne'matlar faqat yuragimiz urib tursa, nafas olib tursak, qalbimizda iymon bo'lsa, yemak, ichmak, boshqa ne'matlardan mosuvo bo'lgan bo'lsak ham, shu vahdoniyatini Xudoy taborak va taolo qalbimizga joy qilib qo'yganligi uchun sajda qilmoqlik vojib bo'ladi shu bandaga ham degan ekanlar ulug' zotlar. Endi azizlar, bu islom ne'mati, iymon ne'mati, Qur'on ne'mati buyuk ne'matdir. Buni har qanday odam ham bahramand bo'lgani yo'q. Dunyoda necha milliard insonlar yashayapti. Yakkayu yagona Alloh taborak va taologa itoatda, odamiylik sifatlarida, insoniy fazilatlarda yashab kelayotgan musulmonlar bo'ladi. Musulmonlarda bunday jamlanishlik bor, ibodatlarda har kuni jam bo'lishlik bor. Musulmonlarda ijtimoiy hayot bor. Musulmonlarda to'y ma'rakalarda, mana uzoq yurtlardan necha muddat vaqt ko'rishmagan mehmonlar, qarindosh urug'lar kelishligi bor. Bu mana shu islom dalolati. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amvalikum va avladikum an zikrillah. Ey iymon keltirgan bandalarim, sizlar amvollaringni, mollaringni, moli dunyolaringni va avlodlaringni, farzandlaringni Xudoning zikridan to'sib qo'ymanglar. Endi xo'p, farzandlarimizga, qiz o'g'illarimizga, kelin kuyovlarimizga aytishimiz mumkin. Ey, ibodat qilgin, namoz o'qigin, Allohni tanigin, birovning haqqiga xiyonat qilmagin deb turib Xudoning zikriga undashligimiz mumkin. Endi va amvalikum deyapti-ku Alloh taolo. Mollaringni, moli dunyolaringni ham Xudoning zikridan to'sib qo'ymanglar. Nima degani bu? Ya'ni Xudo buyurgan zakotni bering. Qo'lingizdan kelsa ortiqcha yoningizdagi qo'shningizga yordam qiling. Ilgarigi aytamiz, hammamiz tandirda yopilgan nonlardan yengichani uchida qo'shniga uzatib yuborilardi. Bu holatlar bormi? Rasululloh aytdilarki, bir kosa suvini ortiqroq qo'ysang, qo'shningga ham bir kosa berasan dedilar. Taomingdan bir kosa qo'shniga berasan dedilar. Ilgari kayvoniy onaxonlari bor xonadonlarni yo'qlab turardik. Keksa nuroniylari bor xonadonlarni yo'qlab turardik, bir duo qilib qo'ysinlar. O'g'lim safarga ketgan, o'g'lim tijoratga ketgan, bir kosa oshni, tansiq taomlar qilsak, qo'shnilarga uylashardik. Hozir sal darig' bo'lib qoldi bu narsalar. Ana shu mollarimizni, moli dunyoyimizni zikri shu bo'ladi. Azizlar, xayr ehsonlarni qilishlik. Bu xayr ehsonli xalqimiz nihoyatda yer yuzida musulmondaqa millat yo'qda. Agar buni musulmonni holatini o'rgansangiz bilasiz. Musulmonni holatini his qilsangiz bilasiz. Musulmonni hayotini idrok qilsangiz musulmonni qadriga yetasiz. Shuning uchun azizlar, mana bizning xalqimiz yordam tariqasida bemorlarga minnat emas bu. Ozginagina domlamiz tashabbus qiluvdilar, xalqimiz anchagina mablag' yig'ib bir bechoraga, sal nochor holatdagi bir qizaloqqa yordam berdilar. Buni tasannolar bo'lsin, kimdir qanchadir xayr ehson qilgan bo'lsa yoki boshqa holatlar uchun xalqimiz xushsiz ana shu muhtaram jamoat, ana shu xayr ehsonlarimiz moli dunyoyimizni zikri bo'ladi. Moli dunyoyimizni zikri bo'ladi, mablag'imizni zikri bo'ladi. Har bir a'zoyingizdan sadaqat qiling dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam. Insonda 360 ta bo'g'ini bo'ladi. Har bittasidan bittasi sadaqat qilinglar dedilar. Ya Rasululloh, bunga kuchimiz yetmaydi-yu dedi sahobalar. Ammo moli dunyoyimiz yetmaydi, har bittasidan bitta sadaqat qilgan. Har bir bo'g'imizdan. Shunda aytdilarki, sizlarda ochiq chehralik yo'qmi? Rahmon berdi akam, Abdushukur hoji akamga bir chiroyli muomala qilib, bir tabassum qilib qo'ysa bitta sadaqat. Xo'rmayib, qovoq solib bir-biriga
xuddi bir narsamizni olib qo'ygandek unaqa muomala qilmang. Assalomu alaykum deb yuziga qarab turib bitta tabassum qilib qo'ying, bitta sadaqat. Musulmonlar bir kundan 100 ta odam bilan muomala qilyapmiz. Musulmonlar ana shunday bir tabassum qilib qo'ying. Qo'limizdan ehson. Mashinasi yurmay qolsa yurgizib yuborish, yordam berib yuboring. Bir yukni ko'tara olmayotgan bo'lsa, ko'tarib yuboring. Bu ham sadaqat. Assalomu alaykum, horma bor bo'l deb o'ting. Tom yopayotgan bo'lsa, dehqonchilik chopayotgan bo'lsa, ketmon chopayotgan bo'lsa, barakot bersin deb o'ting. Bu ham 10 ta sadaqat, 100 ta sadaqat bu ham. Azizlar, sadaqatni turi ko'p ekan. Mana bu ko'p nevara chevaralik bo'lgan otaxonlarimiz o'tiribdilar. Otaxon desak, yana qalblaringga bir anaqa kelmasin. Otaxonlikka yetishganlar bor, yetmaganlar bor ey. Otaxonlar mana Yoqubjon akam, Ma'rufjon akamga o'xshagan, Bek Muhammad akamga o'xshagan otaxonlarimiz o'tiribdilar. Ko'pchilik ekan bu yerda. Nevarangizni beshigini tervatib o'tirsangiz ham futbol tomosha qilib, bu ham ibodat bo'laveradi. Qo'lingiz mehnat farzandni tarbiyalayapti-da, mayli futbol ko'rib o'tirsangiz ham, bu yog'ida endi mayli. Xudoni ham zikr qilib qo'yinglar, hadeb bema'ni narsalarni ko'rib o'tiravermasdan. Hadeb telefon tomosha qilavermasdan, Xudoni ham 100 ta kim bir kunda 100 marta Alloh desa, Alloh unga jannat yo'llarini oson qiladi. Faqatgina yo Alloh desa bo'ldi. Yo Alloh kalimasiga Xudo jannatni beryapti-yu. Azizlar, bu kammi bizga? 15 minut vaqt ketadi. Masjidlarda tasbih tahlil aytamiz, yurgan yo'limizda tasbih tahlil aytamiz. Mana bu Xudoni zikridan o'z nafsingizni, o'z farzandlaringizni va mol dunyoyingizni Xudoni zikridan to'smang deganlari. Mana bu xayr ehsonlar, halol pokiza xayr ehsonlar ham ana shu mol dunyoyimizdan Xudoni zikri bo'ladi inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p gapirib yorgan bo'lsak uzr. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana Akmaljon akam nihoyatda bir aka-ukalar bilan mehribon, bir yaxshi insonlar, farzand zurriyotlari. Hamdam Sattorovich bo'ladilar. Mana bu kishini padar buzurgvorlari hamma bu xalqimiz aksariyati bularning shogirdlari bo'lsa kerak. Ta'lim sohasida buyuk zotlar bo'lganlar, xizmat qilganlar, mehnat qilganlar. Mirzo Tojiyevich degan buyuk zotlar o'tganlar. Mana bu inshaalloh ma'rifat ulashuvchi shu zamondagi ta'lim sohasi qanday ham chiroyli bo'lgan ekan hozir. Endi qadr ne'mat ba'da zavol. Qo'limizdan bir ne'mat ketib qolar ekanda, keyin qadriga yetamiz ekanda, shu o'z vaqtida yetib qolgan odam baxtli odam bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Mana Nabjon akamning avlod ajdodlarini ham yaxshi taniymiz, ota bobolarini. Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin. Kelaylarimiz tomonlaridan o'tgan avlod ajdodlaridan hammalaridan Alloh rozi bo'lsin, rahmat qilgan bo'lsin. Bizlarni mana shunday mo'min islom dini diyonatda sobit qadam qilsin. Bir-birlarimizga munosabatlarimiz Alloh rozi bo'ladigan munosabatlardan bo'lmoqligini Alloh nasib etsin. Azizlar, bir ulug' zot aytgan ekanlar. Agar musulmonlar ko'z tegmasin, bundan oqibatimiz chiroyli bo'laversin. Musulmonlar izdihomni ustida do'st tutishganday, boshqa amallarda ham bir do'st tutishganday edi. Shunday ittifoqda bo'lganlarida edi, buyuk millat bo'lib ketardi degan ekanlar. Bizning buyuk millatligimiz bor inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Alloh alhamdulillahillazi ta'amana va saqana va ja'alana minal muslimin. Jazakumulloh xayran kaseera. Hammalar mehmonlarni, hamma kelgan aziz, hurmat qilib kelgan aziz mehmonlarni qadamlariga hasanat bersin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انس وحشي في قبر، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah tabarak va taolo ihsonlaringizni dargohida husni maqbul aylesin. Yozilgan xayr ihson dasturxon, tilovat Qur'on, duo istig'for bu aziz mehmonlarning qadam ranjidalaridan hosil bo'lgan savob va samarotlardan, manzil makonlardan, xonadon sohibi va sohibalari xudandalar taraflaridan o'tgan umidvorlar, xususan Akmaljon akam avlod ajdodlari, opamiz tomonlaridan o'tgan, yangamiz tomonlaridan, kelinlarimiz tomonlaridan, mana Nabijon akam tomonlaridan o'tgan avlod ajdodlarini hammalarini Alloh rahmat qilib, Alloh rozi bo'lsin, ruhlarini shod aylab, qolganlarni salomat qilib, Otabek ukamiz, singlimiz bilan qo'sha qarib chiroyli mana shu farzandlarni tarbiyalab, dini, diyonat, iymon, e'tiqodda sobit qadam bo'lishingizni Alloh nasib etsin. Qori Qur'onlar bo'lib, dini ma'rifatimizga, xalqimizga, jamiyatimizga xizmat qiladigan ahli salohiyatli insonlardan bo'lmoqliklarini Alloh nasib etsin. Va aziz jamoatimiz yig'ilib, Allohim o'zingga yuzlanib turibmiz. Butun dunyoda tinchlikni barqaror qilgin, musulmonlarga najot, mazlumlarga najot, zolimlarga o'zing kifoya qilgin. Bemorlarga shifo, hojatmanlarning hojatlarini oson aylagin. Safarga chiqqanlarni safarini bexatar qilgin Parvardigor. O'zing mulkul sirob, qor yomg'ir, barakotli yomg'ir qorlaringdan bergin Parvardigor. Hamma sohalarga barakot bergin. Allohumma salli va sallim va barik alayh. Bugungi izdihomga xizmat qilib mana obi taomlarni pishirgan, tayyorlagan oshpazlar, dasturxonlar tuzagan singillarimiz, mana bu hofiz ukalarimiz hammalarini Alloh taolo umr rizqlariga barakotlar bersin. Alloh ziyoda qilsin, kam qilmasin. Hammalarini qadamlariga hasanat. Rahmat, salomat bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Gracias.